Nima bo'ladiki? Pul kerakmi? O'g'il bola chiqib uyalmasdan real aka mana shunday deb gapirsang bo'lmaydi, uyalasan. Ko'rsa ko'raversin, dadang bormi? Dadang yo'qmi? Adang bormi? Bu nimadan uyalasan? O'g'il bola uchun hayot shunaqada, tushunyapsan? Nimadirdan uyalasang yoki nimadir bo'lsa, Alloh taolo senga bermaydi. Erkak kishisan, hech qachon hech narsadan uyalmagan. Bugun hozir shunaqasan. Mana hozir qiynalyapsan, shunaqa bo'lib o'syapsan-da. Inshaalloh erta katta bo'lganda seni kimligingni, qanaqa bola bo'lishingni hech kim bilmaydi. Tushunyapsan? Birovdan bir narsadan uyalma. Tushundingmi? Ko'rib turib aka uyalaman. O'rtoqlarning ko'rsa nima qiladi o'rtoqlar? Real o'g'il bola gapirishib, biz ham xuddi senga o'xshagan bo'lamiz. Biz ham dadasi katta bo'lganmiz, qiynalgan bo'lamiz. O'zimizni deb turib qolmaganmiz. Inshaalloh hayot oldinda hali. Birovni haqqini yema, uka. Tushundingmi? Birovga ziyon berma. Birovni aldama. Bo'ldi, inshaalloh hayotda zo'r bo'lib ketadi. Chekma, ichma, to'g'ri yur, bo'ldi, zo'r bo'ladi. Kimdirlarga qo'shilib qolib, yo bunday ekan, yo bunday ekan deb yursang, tarovanda bo'ladi. Tushundingmi? Bo'pti. Rozi bo'l. Men ham sendan rozi. Telefoning bormi? Plastiking bormi? Men nomerimni aytsam esingda qoladimi? Puchka yo'qmi? Bitta plastikka pul tashlab bering aka desang agar qiynalayotgan payting men senga plastik pul tashlab berib turaman, yordam beraman. Bo'ladimi? Kelishdikmi? Aka bo'ldikmi? Ota-onasi yo'q ekanda, qarang. Kimdirning ota-onasi bor, qadriga yetmaydi. Kimdir ota-onasi yo'q. Ota-onaga zor bo'lib yashaydi. Hayot shunisi bilan past baland